Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tuvanda dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Turkiyada Birleşken Devletler Teşkilatı'nın himayesi turayotgan Yusufcan Ahmet 2 noyabr İstanbul vaqti kech soat 11 atrofida noma'lum kishilarning qurolli hujumga uchragan. Keyin Baqirköy davlat doktorxonasining jiddiy qutqizish bo'limiga o'tkazilgan. Egallanishicha, Yusufcan Ahmet 2 noyabr kuni Ovchilar mahallasida o'tirishlik do'stining uyiga o'tib, binoga yaqinlashganda gumonli kishilarning o'ziga egishayotganligini bayqagan. O do'stining uyida 1-2 soatcha o'tirib qaytganida, ya'ni bino darvozasidan chiqayotganida o'ziga egashgan gumonli kishilarning qurolli hujumga uchrab, qo'li va do'lisiga o'q tekkan. Hayot xavf uchirmagan. Munosabatli kishilarning ziyoratini qabul qilganda o'zining Uyg'urdan dushman yo'qligini, faqat ilgari xizmat qilgan Xitoy tarafining suiqasdiga uchirganligini ilgari surgan. Yusufcan Ahmet Turkiyaning Zonguldak viloyatida panohlanib turgan, keyinchi Istanbulga yetkilib kelib, binokorlik qurilish shirkatida ishchi bo'lib ishlayotgan ekan. Temiryo'l agentligining xabarida ma'lum bo'lishicha, gumondor voqea sodir qilib bo'lgandan keyin naq maydondan qochib ketgan. Soqchilar navbatda gumondorni tutish uchun harakat qilmoqda va Yusufcan Ahmetning yaqin do'stlaridan dialoq etishlik ahvollarini surishtirib qilmoqda ekan. Yusufcan Ahmet o'tgan yili Al Jazeera televiziyasi va Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilgan chog'ida o'zining ilgari Xitoy davlat xavfsizligiga tahdid yetkazish jinoyati bilan ayblanib 2,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi. Jazo muddatini o'tayotgan va jazo muddatini tugatgandan keyin soqchilar tomonidan maxfiy uchur yetkazishga majburlanganligi. Oxiri Xitoy zulmini dunyoga bosh qilish uchun soqchilarning talabini qabul qilganligi. Ularning ishonchisiga erishish orqali chet elga chiqish fursatiga erishganligini, Xitoy tomonidan Pokistonga chiqarilganligini, Xitoy soqchilarining alohida xodim deb nom berganligini, Xitoy g'ayriqatli uchur yetkazganida to'mirdan qon sug'urilgandek azoblanganligini, keyin Xitoydan oshkor yuz o'rib Turkiyadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ishxonasidan siyosiy panoh tilganligini bayon qilgan. Taratqularning xabari qaraganda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetining sobiq xizmatchisi Emma Reilly yakshanba kuni Angliya radiosining ziyoratini qabul qilganda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi Xitoy hukumatiga Xitoyning kishilik huquq tafsirchiligiga guvohlik bergan Uyg'urlarning va kishilik huquq kengashiga kelgan Uyg'ur o'qituvchilarining tizimligini topshirib berganligini, bu xil ahvolning uzun yil davomlashganligini so'zlab, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining har qatimliq yig'inidan ilgari Xitoy hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan guvohlik berishni xohlaydiganlar yo'qligini so'raydiganligini, uning boshlig'i Xitoy hukumati Uyg'ur o'qituvchilarining tizimligi bilan ta'minlaydiganligini, bu xil uchur bilan ta'minlashning butunlay tuzumga xilof ekanligi. Ammo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyga yeshil chiroq yondirib, o'rinsiz talablarni qondirib, muhojiratga Uyg'ur faoliyatchilarining tizimligini topshirganligi, Xitoyning tizimlikka asosan oila a'zolariga tahdid solganligini ta'kidlagan. Dokladda Reilly yana to'rda isbot hujjatlarini e'lon qilib, o'zining bu ayblashlarni qo'llaydiganligini, o'tgan yili dekabr oyida Amerika parlamenti va Amerikaning yuqori darajali diplomatlarini muhim isbotlar bilan ta'minlaganligini bildirgan. Amerika Qonun palatasi Tashqi ishlar komiteti Cumhuriyetçiler Partisining asosli a'zosi Texas shtatining vakili Michael McCall taratqularga o'zining buni tekshirayotganligini, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquqini qo'g'dash asosida qurilganligini, agar doklad rost bo'lsa, kishini andishiga soladiganligini, hamda tezdan tekshirib aniqlab ommaga javob beradiganligini bildirgan. Xabarlar qaraganda Qonun palatasi Tashqi ishlar komitetidagi manbalarimi o'zlarining bu ayblashlarni tekshirayotganligini dalillagan. Amerika Birlashma Agentligining 2 noyabr xabarida bir Xitoy fuqarosi Amerikadan harbiy yelkam setib olib, Xitoyga avatmoqchi bo'lganlik jinoyati bilan ayblangan. 50 yoshli Xitoy fuqarosi Ge Songtao 2 noyabr kuni Amerika Federatsiyasi sudida jinoyatini iqror qilib, Amerikaga soxta eksport uchun berganligini, dengizda mashg'ulot qilgan hujumchi kema va uning motorini aldamchilik bilan Xitoyga eksport qilmoqchi bo'lganligini aytgan. Ge Songtaoning iqrornomasida o'zining Shanghai Weifeng Pan texnik cheklak shirkatining direktori bo'lib, ayni chog'da Amerikadagi xizmatchisi Yang Amerikadan benzin, dizel yoki aeroplan yiqilg'usi ishlatadigan motor saplangan hujumchi yelkamisidan 7 ni zakaz qilmoqchi bo'lgan. Bu kemalar va ko'p xil yiqilg'uliq motorlar Amerika harbiy sohasida ishlatilgan aslahalar bo'lib, suv osti kemasidan suv ustiga chiqarish yoki aeroplandan suvga tashlash uchun qo'llanilgan. Xitoy bunday motorlarni ishlab chiqarmaydiganligini bildirgan. Taftish amaldorlarining aytishicha, bu xil kemani ishlab chiqaradigan Amerika zavodi mas'ullari Yangga benzin bilan harakatlanadigan texnik arzon bo'lgan motorlarni sotib olish taklif bergan bo'lsa-mu, u harbiy ishlarda qo'llaniladigan ko'p xil yiqilg'uliq motor sotib olish uchun turib olgan. Zavod mas'ullarining aytishicha, Yang Amerika shirkatlarining Xitoyga mal sotib bermasligidan ansirab, o'zining xaridorlarining Shanxayda emas, balki Hong Kongda ekanligini aytib yolg'on so'zlagan. Ge Songtao u kemalarni sotib olish qolaylik bo'lsin uchun avval Hong Kongdagi bir shirkat bilan aloqalashib, bu shirkat orqali Amerika zavodiga 110 ming dollar saqan. U yana bir xodimni Hong Kongga berib, u kemani va motorni topshirib olib, Xitoyning belgilangan o'rniga mangdirishga qavatgan. Xabarda bildirilishicha, Ge Songtao bu jinoyati bilan ko'p bo'lganda 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan.
Türkiye Ichki ishlar Ministerligi qarashliq tabiiy ofat va jiddiy ishlarga taqobil turish idorasi Izmir'dagi yer tevrashda jinidan ayrilganlarning soni to'g'risida bayonot e'lon qilib, 30 oktyabr Izmir dengiz tavalligida yuz bergan 6,6 bola tevrashda jinidan ayrilganlar sonining 114 ga, yaralanganlar sonining 898 ga yetganligini, yaralanganlardan 137 kishi davolanib doktorxonadan chiqqanligini bildirgan. Izlash qutqizish xizmatlari o'rilib tushgan ishki binoning xarobaligi davomlashmoqda. Shuning bilan bir vaqtda 3-noyabr kuni Turkiyada Xitoy virusi sababidan 79 kishi jinidan ayrilgan. Buning bilan Xitoy virusi sababidan jinidan ayrilganlarning soni jami 10,481 ga yetgan. 3-noyabr bir kunda 146,247 kishi tekshirilib, 2,343 kishining yuqumlanganligi bayqalgan. O'xshash vaqtda davolanib doktorxonadan chiqqan 1,817 kishi bilan salomatlik yaxshilanganlarning soni jami 328,824 ga yetgan. Hozir nurg'un kishilar o'riqlashni go'zallik deb qaraydigan bo'lib, o'riqlash kelishgan yigitlarimiz va go'zal qizlarimizning zarur darsligi bo'lib qoldi. Yog' ustida gap bo'linganda ularning chiroyi darhol o'zgarib ketadi, chunki badan eg'irligining eshib ketishidan qo'rqadi. Amaliyotda yog' unchalik qo'rqinchli narsa emas. Ba'zi yog'lar tek salomatlikka foydali. Yog'ning badanda zapas saqlanishi va energiya bilan ta'minlash roli bo'lib qolmasdan, yana to'qilma va hujayralarni tashkil qiladigan muhim modda. U qilin yutqanga o'xshash badan temperaturasini saqlab, a'zolarni qo'g'daydi. U yana yog'da eriydigan vitaminlarning qabul qilinishini teziltadi. Yog' badanga zarur ozuqlik modda bo'lib, badanga muvofiq qabul qilinishining foydasi ko'p. Yog'ga nisbatan muhim oz yeyish emas, balki yog' turidagi yemeklarni muvofiq qandoq tanlab yeyishda. Yog' kislotasi bilan gilisterindan tarkib topgan bo'lib, yog' kislotasining turi intayin ko'p. Bizning diqqat qilganimiz ko'p to'yinmagan yog' kislotasi. Chunki ko'p to'yinmagan yog' kislotasining bir qismini odam badani hosil qila olmay, cho'qim yemeklikdan qabul qiladi. Shunga biz yog' turidagi yemeklarni qabul qilganda ko'p to'yinmagan yog' kislota turidagi yemeklarni ko'proq tanlashimiz kerak. Buning ichida o'simlik yog'i yog' kislotasining eng yaxshi kelish manbasi, bo'lib po'rchoq yog'i, ko'mmuqonoq yog'i, kunjut yog'i, zaytun yog'i qatorliqlar. Qorimi qorish jarayonida bu yog'larni tangshab ishlatib, odam badani ehtiyojli bo'lgan yog' kislotasini qabul qilishni ko'paytirish kerak. Qattiq po'stiliq mevadagi ko'p to'yinmagan yog' kislotasining asosiy tarkibida linon kislotasi, baliq turining asosiy tarkibida A-linon kislotasi bo'ladi. Hayvonot yemekligi, masalan, semiz go'sht tarkibida ko'p to'yinmagan yog' kislotasi bir qadar oz bo'ldi. Shunga bu xildagi yemeklarni tanlashda ehtiyotchan bo'lish kerak. Fosfatit deganimiz bir xil muhim yog' turi bo'lib, u hujayra pardasi, nerv to'qilmasini hosil qilishga qatnashadi. Tarkibida fosfatit mo'l bo'lgan yemeklar tuxum seriqi, qora go'sht, jigar, purchoq qatorliqlar. Tarkibida ko'p to'yinmagan yog' kislotasi va fosfatit mo'l bo'lmagan yemeklarning miyani saqlamlashtirish iqtidori bo'lib, bu yemeklarni tanlash orqali miyani quvvatli. Xabarlarimizni ko'ringlarga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.